Assalamualaikum, hurmatli uchrashuv qatnashchilari. Bugun bizlar O'zmildibank aksiyadorlik jamiyati Qo'ng'irot BXMda uchrashuv o'tkazamiz. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad sizlarda fuqarolarda yoki yaptilarda, MCHlarda hurmatli prezidentimizning qarori bilan chiqqan kredit mahsulotlarimiz bilan tanishtirish. Ulardan biri 312 sonli qaror bo'ladi. Bu kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash degan. Bundan keyin kredit mahsulotimiz biznesga birinchi qadam degan kredit mahsulotlarimiz bor. Bundan boshqa kredit mahsulotlarimiz bor. Agar so'rovlarimiz bo'lsa berib o'tsangiz bo'ladi. So'rovlar bo'lsa beravering. Siz jumsiz va jumsiz fuqarolarimizga biznesga birinchi qadam degan kredit mahsulotimizni sunamiz. Bu kredit mahsulotimizda birinchi yilda siz o'zingiz banklayingiz kerak bo'ladi. Soliqqa 375 ming so'm pul to'laysiz. Kredit mahsulotlarimizning sharti 18 oyga chekib 23%dan so'ng o'zingiz banklab bo'lgandan keyin bera olamiz. Shunday. Senedek bor. Bizga sharvarchilik bu. Sharvarchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizda jumsizsizlar. Jumsiz bo'lsangiz sizga da so'ng kredit mahsulotimizni usunaman. Bu kredit mahsulotimizdan sizda sharvarchilik deb bandlaymiz. Bu qarorimizni pishirib deb bandlasak, sizda chorva va mol parvarish deb bandlaymiz. Shu soliq tizimidan o'tkazib, sizga de o'z navbatida shu kredit mahsulotimizni chiqarib berishga harakat qilamiz. Kredit mahsulotimizdan 10 million sizga 10 million tushmaydi, 10 million deganda. Bundan boshqa bizlarning oldinda aytib o'tgan 312 sonli qarorimiz bor. Hurmatli prezidentimizning tarafidan tasdiqlangan kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlagan. Agar qiziqtiruvchi tanishlaringiz bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. 100 million so'mgacha berasiz. 100 milliondan asatib bo'lsa, biz 300 million so'mgacha bera olamiz. O'jarma garov ta'minotni keltirib berib kerak bo'ladi. 2031 yilga deyim bu hozirgi vaqtda 6 yil 4 oygacha bera olamiz. Imtiyozli davri bor, 2 yil muddat bo'ladi. Foizi 22% bo'ladi. Hamda kemida 200 o'rin ta'minlab berib bo'ladi. Taqda kreditlarimiz var, yaqinlashtirgan degan a'zolarimiz bo'lsa, kelajakka birinchi qadam degan studentlarga, kiruvchi studentlarimizga kreditlarimiz bor. Bu sizga usullar kreditining 2% arzon bo'ladi. Shartlari masalasi hammasi birdek, tek qana yana bir farqi bor, o'sha imtiyozli davr bo'ladi. Shunday yengilliklar bor.